S26 Ultra endi kerak emas. Chunki S24, S25 Ultralarga OneAI 8.5 keldi. S26 nega kerak emasligini hozir ko'rsataman. Mana kameraga kiramiz, ko'chani rasmga olamiz va bu yerda AI qismiga kiramiz va yozadigan qismi. Men bu yerga turkcha yozaman. Bosamiz va kutamiz. Boom! Kunduzdan kechaga o'zgartirdi. Mana oldingisi o'zgartirilgani. Farq umuman yo'q. Yana bitta jihatini ko'rsatib o'taman. Yuqoriga tushamiz va bu yerda endi bularni ham o'zgartirsa bo'ladi. Joylarini xohlagan narsangizni o'zingizga moslab qo'ysangiz bo'ladi. Mana menga like va podpiska, bu videoni S26 Ultra olmoqchi bo'lgan do'stingizga yuborib qo'ying.